Bugungi retseptimiz bulochka xamiri. Kerak bo'ladigan masalliqlarimiz: sutga tuxum, suv solinadi. Yumshoq xamir qilasizlar. Qo'lga yopishar, yopishmas. Yopishmaydi. Yumshoq xamir qilasizlar. Iloji boricha qo'llasa nomiga tekkizinglar. Oshirgani qo'yib qo'yamiz xolodilnikka. Oshib chiqqandan keyin ikkiga bo'lib margarinlab urib olamiz. Slayonniy bulochka xamiri bu. O'rab bir kunga xolodilnikka qo'yib qo'yamiz. Ertasi kuni bemalol forma berib qovurasizlar. Sirichlab, keyin sirichdan keyin yana paketga o'rab qo'yib qo'yinglar, chunki oshib ketishi mumkin. Xolodilnik rissa oshadi. Mana oshdi. Endi forma qilib olamiz bulochkalarimiz. Forma qilganimizdan keyin oshirgani 1-2 soatga qo'yib qo'yamiz. Bulochkalarimiz oshgandan keyin pishiriladi. Chiroyli qilib formalar qilib olamiz, sertichkali. O'zinglar xohlagandek forma qilsanglar bo'ladi. Keyin 20 minutga 200 gradusga qo'yib yuborasizlar, tepasini yoqib. Keyin siropni ustiga surib tayyor mana bulochkalarimiz. Xuddi shunaqa retseptda qilsanglar zo'r chiqadi qizlar.